Bu video orqali siz qurilish ishlarimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Turar joy majmuamiz 2024-yil sentyabr oylarida qurilish ishlari boshlangan. Jami 2 blokdan iborat 10 qavatli bino barpo etilmoqda. Hozirga kelib birinchi blokimiz 7-qavatgacha ko'tarilgan, ikkinchi blokimiz esa 2-qavatda ko'tarish ishlari amalga oshirilmoqda. Majmuada bir xonadan boshlab 3 xonagacha bo'lgan xonadonlarga ega bo'lib, jami blokimizda 3 ta podyezd bo'lib, har birida 2 tadan liftga ega. Majmuamizning 2-blok 1-qavatida xususiy bolalar bog'chasi va savdo do'konlari uchun rejalashtirilgan. Binoning 2-qavatdan boshlab 10-qavatgacha har bir xonadonda o'z balkoniga ega. Shu bilan birgalikda hovli tomonda bolalar maydonchasi va avtoparkovka kabi imkoniyatlar bilan ta'minlanadi. Turar joy majmuasining ishonchliligini va qurilish obyekti o'z vaqtida bitirib egalariga topshirilishini ta'minlash uchun barcha kerakli zaruriy majburiy hujjatlari, guvohnoma va ruxsatnomalariga ega. Shu bilan birgalikda eng asosiysi gaz xulosasi ham mavjud. Majmua 2026-yil 31-dekabrga qadar to'liq bitirib o'z egalariga topshirilishi rejalashtirilgan. Turar joy majmuamizda jami 197 ta xonadondan iborat bo'lib, hozirgacha 100 dan ortiq mijozlar bizga ishonch bildirib, shartnoma rasmiylashtirishdi. Agarda sizda ham ushbu video orqali uy olish niyati paydo bo'lgan bo'lsa, izohlarda bir raqamini yozib qoldiring, sizga batafsil ma'lumot beramiz.